Allah yo'q degandan keyin boshqa gap sig'maydi. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Alhamdulillah. Qarang aka, qaysi davlat fuqarosisiz? Men Rossiya fuqarosiman, o'zi asl Qirg'izistondanman. Qirg'izistondan. Siz hozir qayerda turibsiz? Arofatda, Arofatda, Makkadasiz. Makkada. Arafat vodiysi shundagina rahmat tog'ini, rahmat tog'ini Alloh shu yerlarni tagida turibsiz. ko'rsatganiga shukr. Qarang do'stim, siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar Allohning baytiga, Baytullohga bemalol kelsangiz bo'ladi. Hech qanday muammolarsiz, to'siqlarsiz bemalol tashrif buyurib, umra ziyoratlarini to'liq holatda amalga oshirsangiz bo'ladi. Agarda qiziq bo'lsa, ko'rsatilayotgan nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizlarga o'zbek zabon ellikboshlar bilan shaxsan o'zimizning reisimizga 21-iyundagi unikal paketimizga, ya'ni 100 kishilik premium kачестводagi paketimizga sizlarni jalb qilamiz. Ahlan va sahlan. Tushunarlimi aka? Assalomu alaykum. Juda ayting. Alloh yo'q. Sog' bo'lasizlar. Bundan keyin gap sig'maydi. Alloh yo'q degandan keyin boshqa gap sig'maydi. Sog' bo'lasizlar do'stlar.